chiqmayapti. Mana bu yerda ushlab turgandaysiz bo'g'ib. Bor ovozni qo'yib yormayapsiz. Siz o'zingiz ushlab turibsiz. Mana qarang, mana cho'p turibdi. Mana cho'pni qo'yib men aytaman, qarang. Ya, yo, yu. Ya, yo, yu. Ko'ryapsizmi? Akbar Ali cho'pni oldim. Cho'pni olganimdan keyin aytaman. Ya, yo, yu. Ya, yo, yu. Qaysi biri? Cho'pni qo'yib gapirganimda to'siq bormi yoki olib gapirganimda to'siq bormi? Qo'yib gapirganingizda. Вот так. Ongingizga mana shunday to'siqlarni qo'yganligingiz uchun to'liq ovoz chiqmayapti. To'liq harflar chiqmayapti. Har bitta harfni kerak bo'lsa o'zini shakli bor. O'sha shaklni keltirmayapsiz. Ya, yo, yu. Qarang qanchalik ochilyapti og'iz, qanchalik so'z, qanchalik erkin chiqyapti. O'zimga ishongan holatda, erkin turgan holatda, tanamni boshqargan holatda bemalol ovozni baland qo'yib yuboryapman. Baland ovozda tovushni qo'yib yuboryapman. Siz ham xuddi shunday qilishingiz kerak. Akbar Ali, to'siq qo'ymang hech qachon. Ovozingizni erkin qo'yib yuboring.